Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz a'zolari. Sizlarga ushbu naborda tayyor holatdagini ko'rsatamiz. Buni 4 dona pichog'i, 1 dona chopqisi bor. Mana chopqilarda hozir trenddagi chopqimizdan bemalol to'g'ri ham, chopaveradi ham. Qayroqlari bilan birgalikda tayyor holatda kichkina meva pichog'i. Qovurg'adan go'shtlarni ajratgani ham juda chaqqon pichoq. Qo'y qassob akalarimizga, oshxonaga qiziqadiganlar uchun, o'zi ovqat qilgani qiziqadiganlar uchun har xil pichoqlaridan bor. Zakaz qilasizlar, 1 kun, 2 kunga dastavka qilib yetkazdirib beramiz. Katta pichog'i, bo'g'izlaydigan hamma pichoqlari seli metal qilib, ruchkalari oxirigacha qilib ishlangan. Ruchkalari tekstolit materialdan hammasiniki. Bitta qayrog'imiz chinordan ishlangan. Kimga qana qilib yozdirish kerak bo'lsa, shu oldi tomonigami, orqa tomonigami yozdirib qilib beraveramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz.